Hoppala, hammaga assalomu alaykum. Bugungi videoda biz Artigraf anarxiya rejimida yangilangan anarxiyada pul topish yo'lini ko'rib chiqamiz. Bugungi videomiz unchalik ham uzun bo'lmaydi, lekin sizlarga ancha-muncha narsani tushuntirishga harakat qilaman. Xullas, bugun biz Artigrafda Wipe'dan keyin bilgan bo'lsanglar, bu yer yangilangan. Mana shu fermalarda ham shakar qamish va asosan kaktus. Bundan tashqari mana bu yerda asosan sabzi va mana bunday narsalar sotilyapti, kartoshka va bug'doy eng qimmatlari. Xo'sh, undan tashqari agar bu yerda yozadigan bo'lsak, mana bu daraxtlar bo'lim qo'shilgan, yangilanganda bambuda ham sotsa bo'ladi, lekin juda ham arzonga. Lekin mana bu daraxtlarga qaraydigan bo'lsak, 16 donasi 3360, bu esa 4400, deyarli qolgan hammasi bir xil. Agar biz mana bu daraxtlarni qo'limizda bittalab chopib o'tiradigan bo'lsak, bizda juda ham ko'p vaqt ketadi. Buning esa atiga bitta yechim bor. Juda ham qiyin emas, juda ham oson. Bu esa mana bunaqa daraxt kesar, ikkilik bolta yasash. Bu boltani yasash unchalik ham qiyin emas, lekin sizlarda umidinglar tejab qoladi. Bu boltani qo'lingizga olasizlar, shunday tamom, butun daraxt chopib boradi. Undan tashqari bunga magnit sehrini qo'shsanglar, undan ham a'lo. O'zingizlar inventarlarga tayyor qilib solib beradi. Xo'sh, endi shuna qilib ozgina daraxtimiz. Stop. Ne bu? Ana. Endi agar shuna qilib ozgina daraxt yig'adigan bo'lsak, ancha-muncha pul ishlab olamiz. Hop, mana bola o'zimizga ancha-muncha daraxt yig'ib qo'ydik. Inventarimiz to'ldi, boltamiz ham pastlanib ketdi. Endi o'zimiz spawnga borib olamiz. Xo'p bolalar, mana biz o'zimizda ancha-muncha daraxt yig'ib qo'ydik. To'g'ri, ancha-muncha ko'p. Xullas, bu daraxtlarda ancha-muncha yig'dik, lekin boltamiz ham sinib ketdi. Undan tashqari boltamizda minning sehri ham yo'q. Xo'sh, lekin biz bularni bu yerda bu yer komandasini yozib daraxtlar bo'limiga o'tib, mana shu o'zimizni daraxt sotadigan bo'lsak, 16 donasini 4410 dan. Biz hozir mana bu yerda hammasini sotishga qo'yib qo'yganmiz mana. 16 dona 64 ta va barchasi. Hammasini sotib beramiz. Hozir bizda 1.100.000 pul bor. Hammasini sotganimizdan keyin esa bizda 1.700.000 ga pul bo'ldi. Bu degani esa 600 ga foyda. Undan tashqari to'g'ri, sizlar 600 ga juda ham oz, 600 ga ozishni yetmaydi deyishlar mumkin. To'g'ri. Chunki bolalar, sizlar bu yerda yozadigan bo'lsanglar, bu yer yangilangandan keyin pul topish ancha qiyin bo'lib ketgan. Narsalarning narxi tushgan. Bu degani mana o'sha hamma narsaning narxi tushgan. Xullas, bu degani endi narsalarning qiymati ancha-muncha oshdi. Auksionda narxlar ham ancha-muncha arzon. Titan kirkasi 1.5 millionga, mana bunday 700 ga ta'mir. Ta'mirgir. Mana ta'mirda olamiz. Kerakchi buldozer. Shu nima desak, kerakchi hamma narsa arzonlashgan. Bu degani bizga ancha-muncha qulaylik tug'diradi. Xullas, kerakchi pulni qadri oshgan. Shunaqa qilib narsalar qilib yig'sak bo'ladi. Endi yana ozgina daraxt yig'amiz. Undan keyin yana qancha daromad qilsa bo'ladi, bundan ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari warp mine'ga borib turib, ketganimiz to'g'rilab olishimiz kerak. Mana endi yana ozgina daraxt qaziymiz. Bizga yana ko'pgina pul kerak. Yana biz o'zimiz o'sha legendarniy bo'lgan joyimizga keldik. Mana bu tepadagi daraxtlarni ham qazsa bo'lamigina.
nimaga tepada daraxtlar sakrab qazib bo'lmay qolibdi menimcha. Nu mayli. Bo'lmasa videoda tomosha qilib, videoga like bosib qo'yish esdan chiqmadi. years later. Mana o'zimizga ancha-muncha daraxt yig'dik. Endi bular hammasini bu yer komandasi bilan sotib olishimiz kerak. Mana bizda 1.700.000 pul bo'ldi. Bizda hozirgi yiqqan daraxtlarimizdan 205 ga pul yig'ildi mana. Chatda ko'rib turishlar mumkin. Bu video hammaga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Agar yana sizlarga shunaqa usullar kerak bo'lsa, meni kanalimga obuna bo'ling va yangi videolar chiqishini kutib qoling. Mana o'zi boltamiz ham sinib ketdi, lekin sizlar hali ham like bosmadinglar. Shuning uchun like bosib, meni kuzatishga davom eting. Hammaga xayr, sizlar bilan Mektur bo'ldi.